ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alimlarni qarig'ularcha ulug'lashning xatiri. Birov biror olimni ayblasa, nima uchun boshqalar u kishiga qarshi turdi? Albatta, bu savolga javob berishdan burun shuni ta'kidlash kerakki, burunqi va hozirgi olimlarni hurmatlash intayin muhim. Ularga qanchalik darajada muxolifatchilik qilishimizdan qat'iy nazar, ularga adablik muomalada bo'lishimiz lozim. Yana shuni esdan chiqarmasligimiz kerakki, olimlarga muxolifatchilik qilib radiya berish asli nishon bo'lmasligi kerak. Asli nishon ummatga foydali, dinni tushunish yo'lini to'g'rilaydigan haqiqatni bilish bo'lish kerak. Haqiqat nisbiy bo'ladi. Mutlaq haqiqat Allohga xos. Rasulullohdan boshqa har qanday insonning fikri mutlaq to'g'ri bo'lmaydi. İnson xatolashib qilishi mumkin. Olimlarmi ham shundoq. Bundaq ahvol tarixda ko'p takrorlangan. Muhim nuqtadan birisi shuki, faqat birli fikrga cheklanib qilish to'g'ri emas. Olimni tanqid qilish to'g'ri emasmi? Nimishqa to'g'ri bo'lmoqdek? Chunki u mendan bek biladi. To'g'ri. Balki u mendan bekrak olim bo'lishi mumkin. Ammo bu masalada men uningga qo'shilmayman. Bu mening uningga dushman ekanligimni bildirmaydi. Albatta, mendan olim kishining fikriga qarshi turishim mumkin. Mening o'zimdan olim kishining fikriga qarshi turganligim men uningdan olim deganlik emas. Ammo mening uninkiga o'xshamaydigan fikrim bor deganlik. Uning ilmining oz ko'pligi bilan buning hech qanday munosabati yo'q. Bir kishi bir masalani yoki ko'z qarashini o'tirib qo'ygan bo'lsa, boshqalarning uningga inkos qaytarish haqqi bo'ladi. Uningni boshqalarning inkosiga dalil paketlar bilan javob berish haqqi bo'ladi. Alloh Qur'on Karimda mundaq deydi: "Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin." Agar so'zingizda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degin. Mana mushundaq radiyaga paketlik radiya berish orqali fikr almashtirish va madaniyat to'qinishi paydo bo'ladi. Buning natijasida madaniyat shakllandi, ummat gullandi. Ummat olimlarni muqaddas bilish va ularning sizqidan chiqmaslik bilan taraqqiy qilmaydi. Ulamolarni muqaddas bilishning bir qancha xil shakli bor. Olimlarni muqaddas biladigan kishilarning xususiy olimlari tanqidlanganda, ular olimlarga qarshi fikr qilgan kishiga nihoyat adabsizlik qiladi. Nima uchun adabsizlik qiladi? Halbuki Allah bizni ilm o'rganish bilan adabli bo'lishga buyurdi emasmi? Abdullah ibn Vahb mundaq deydi: "Men Imom Malikda 20 yil o'qidim. Bu 20 yil ishida 19 yil adab o'rgandim. 1 yil ilm o'rgandim. Kashki shu 1 yildimi adab o'rgangan bo'lsam-chu." Demak, adab ilmdan muhim. Ma'lum olim bilan fikr jihatdan ixtiloflashsak, darhol tuhmatlar yig'ishga boshlaydi. Bizga murtad, dinsiz, kafir, jahil deganda qalpoqlar tayyor. Buncha tuhmatlarning sababi nima? Nimishqa buncha adabsizlik qiladi? Uni bilginni o'tirib qo'ydi, menmi fikrimni o'tirib qo'ydim. Ba'zi insonlar o'zining xususiy olimining fikriga qarshi fikrni anglashni rad qiladi. Hatto deydi-ki, "Ya mushu sahada kasbiy bo'lmasa, ilmsiz turib bizning olim qarshi turg'ida kimkan u? Uning inkosi bilan ilmining nima munosabati bor? Sen uning shaxsiyatiga hujum qilmay, masalaga va uning fikriga radiya berishing kerak." Ulamolarni muqaddas qilishning yana bir ifodasi bo'lsa, mantiqlik radiya berolmaslik yoki til jihatdan ehtimoldan yiroq inkos qilish.
amaliyotda dialog va dalil isbotning asosi bo'lsa, til bilan mantiqdir. Ba'zida yuqori ovoz bilan so'zni takrorlash orqali raddiya berdi. Amaliyotda ilmning ovozni yuqori ko'tarish bilan hech qanday munosabati yo'q. Ovozning yuqori chiqishi dalil emas. Ovozni yuqori ko'tarish bo'lsa, ojiz kishining dalili va jidalxo'rlikning alomati. Ulamolarni ulug'lashning manbasi ularni hech qanday o'lcham bekitmasdan qattiq olqishlash va ularga qoyil bo'lish. Buning sababi bo'lsa ilmning ozligi. Shunglashqa uning nazarida ashu olim tangdoshsiz maqomga ega bo'ladi. İmam Şafii rahimahullah mundaq deydi: "İlmning qancha oshgan sari sana qarshi fikr qilganlarni inkor qilishing shuncha azlaydi." Demak, shuni unutmasligimiz kerakki, har qanday masalada nurg'un ko'z qarashlar va nurg'un ehtimolliklar bo'lishi mumkin. Shunglashqa olimlarni haddidan ziyoda ulug'lashdan ehtiyot qilish kerak.